5000 dollar beraman, kim menga feromon borligini isbotlab berib bilsa. Shu paytgacha juda ham ko'plab videolar qildik. Feromon haqida gapirganimizda ko'plab insonlar uni borligiga ishonishadi go'yoki va yolg'onlarga ishongisi keladi. Eng achinarlisi bu hamkasblarimiz tomonidan ham ba'zilari kinoyali javoblar ham qaytarganlar bo'lgan. Mana kelinglar, menga isbotlab beringlar. 5000 dollar sizlarga pul mukofotini men va'da qilaman. Faqat bir narsa, menga anaqa aqlli gaplarni gapirmanglar. Yo'q narsalarni Googledan o'qiganlaringni gapirmanglar. Sheyxlar ishlatar ekan, qaysidir milliarderlarda bo'lar ekan, u aslida bor lekin qimmat, kitdan olinadi, kiyik chotidan olinar ekan degan gaplar kerak emas menga. Feromon deganda siz targ'ib qilayotgan feromon aslida qizlarni jinni qilib qo'yadigan yoki erkaklarni jinni qilib qo'yadigan aromatni nazarda tutyapsizmi? Mana shunaqa atirda menga olib kelib bering. Faqat yana bir narsani iltimos qilib qolaman. Menga ana 100 ming so'mlik, 200 ming so'mlik nomi feromon deb yozilgan quyonchaning rasmi borliklarini ko'rsatmaydi. U nomi yozilgan. Lekin feromon degan atamada ko'pchilik nima deb o'ylaydi? Bu demak eshitib o'tiradigan, jinni qiladigan, bo'ysundiradigan, vazbujdat qiladigan aromatni tushunishadi. Vaholanki bu narsa yolg'onligini o'zinglar ham bilasizlar. Atirni o'ziga keladigan bo'lsak, atir insonga ta'sir qiladi, e'tiborini jalb qiladi, lekin inson ongli mavjudot, hayvon emas. Bitta atir sepganda sirasi ketdan ergashib ketadigan. Atir sepganingizda, sepgan atir zo'r ekan-a deb qaysidir ma'noda kontakt ulashish mumkin, lekin feromon deb sotmanglar, yolg'on gapirmanglar. Bor deb bilsanglar,